Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Namangan davlat texnika universitetining axborot tizimlari va texnologiyalari ta'lim yo'nalishi 5-kurs ta'lim yo'nalishi talabasi Shaymardonov Azamatjon Uralovichman. Bugun sizlarga Big Data fanidan bo'ladigan taqdimotimiz mavzusi Kalita va Spark bilan real vaqtdagi savdo ma'lumotlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Mavzu dolzarb, chunki bugungi kunda biznes jarayoni tobora raqamlashtirilmoqda va kompaniyalar qaror qabul qilishda real vaqtdagi ma'lumotlarga tayanishga majbur qolmoqda. Masalan, elektron tijorat banki va moliya, telekommunikatsiya, transport va boshqa sohalar mijozlari har kuni millionlab operatsiyalarni amalga oshiradi. Ushbu ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish orqali bozor o'zgarishlariga tezkor javob berish, firibgarlikni oldini olish, mijozlarga shaxsiylashtirilgan xizmat ko'rsatish, resurslarni optimallashtirish mumkin. Shu sababli Apache Kafka va Apache Spark texnologiyalari real vaqtda ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilishda katta ahamiyat kasb etadi. Real vaqtda ma'lumotlarni tahlil qilish quyidagi afzalliklarni beradi. Tezkor qaror, bozor o'zgarishlariga va mijoz ehtiyojlariga qarab darhol javob berish. Aniq, yangilangan ma'lumot asosida qabul qilingan qarorlarni samarali bo'ladi. Daromadlarni oshirish, imkoniyatlarni tezroq aniqlash va yo'qotishlarni kamaytirishga imkon beradi. Apache Kafka yuqori unumdorlikka ega taqsimlangan oqim platformasi. U quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi: ma'lumotlarni nashr qilish va obuna bo'lish, ma'lumotlarni xavfsiz saqlash, oqimdagi ma'lumotlarni real vaqtda qayta ishlash. Kafka arxitekturasi quyidagicha ishlaydi: producer ma'lumotlarni yuboradi, broker ma'lumotlar saqlaydi, konsumer ma'lumotlar oladi. Natijada ma'lumotlar tezkor va ishonchli tarzda ishlab chiqadi. Apache Spark katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor qayta ishlashga mo'ljallangan tizim. Afzalliklari: xotirada hisoblash orqali yuqori tezlik, SQL va grafik ishlov berish imkoniyatlari, kengaytiriluvchanlik va moslashuvchanlik. Spark yordamida real vaqtda oqim va ma'lumotlarni tahlil qilish mumkin. Jarayon bosqichlari: birinchi, ma'lumotlarni Kafkadan qabul qilish. Ikkinchi, qabul qilingan oqimni tahlil qilish, filtratsiya qilish. Natijalarni ma'lumotlar bazasiga saqlash yoki tashrabot qilish. Savdo ma'lumotlarini tahlil qilish strategiyalari, ssenariylari. Kafka va Spark yordamida quyidagi amaliy holatlar amalga oshiriladi: savdo hajmini kuzatish, mahsulotlar hududlar bo'yicha, firibgarlikni aniqlash, g'ayri-tabiiy tranzaksiyalarni ogohlantirish, mijoz xatti-harakatini o'rganish va shaxsiylashtirilgan takliflar yaratish, ombor zaxiralarini real vaqtda boshqarish. Ikkala texnologiya ham quyidagi ustunliklarga ega: masshtablanuvchanlik, katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarish, ishonchlilik, ma'lumotlarning yo'qolishini oldini olish, tezlik, oqimni minimal kechikish bilan qayta ishlash, moslashuvchanlik, turli manbalar bilan ishlash imkoniyatidir. Amaliy misol va xulosa: e-tijorat platformasida qo'llanishi. Mijoz harakatlari Kafka orqali tuziladi. Spark ushbu ma'lumotlarni tahlil qiladi. Eng ko'p ko'rilgan mahsulotlar va xarid qilingan tendensiyalar aniqlanadi. shaxsiylashtirilgan tavsiya va zaxira boshqaruvi amalga oshiriladi.
Xulosa: Kafka va Spark biznes uchun tezkor tahlil qilish, samaradorlikni oshirishda muhim vosita. Keyingi qadam sifatida bu texnologiyalarni chuqurroq o'rganish, amaliy loyihalarda tatbiq etish va mutaxassislar bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Bugungi ma'ruzamiz shulardan iborat edi.